Hozir ishchilar ovqatlangani ketishadi. Shuning uchun agar hech kimga bildirmay chiqib ketaman desang, vaqt g'animat. Sekin. Men Robman. Meni vaqtim yo'q. O'g'rining ishi ko'p bo'ladimi? Qo'shnim uchun bu ishni qilyapman. Oti birda o'lib qoldi. Otsiz yer haydolmaydi. Oilasi och qoladi. Bu yer egasining otlari ko'p. Ot boqarning qo'llari yumshoq bo'lmaydi. Kimsan? Men shu yerning bekorchi egasiman. Juda go'zalga o'xshaysan. Ot berasanmi yo'qmi? Beraman agar ismingni aytsang.